Keng bu mening survival dunyoyim. Bu dunyoda men ashlarni o'ldirganman, turli xil fermalar qurganman, juda ajoyib uyim bor. Lekin dunyoga mayoq yetishmaydi. Mayoq yasash biroz qiyin bo'lgani uchun buni har doim chetga surib yurardim. Bugun esa buni qilishga qaror qildim. Lekin oddiy emas, juda katta mayoq qurmoqchiman. Rejani sizga tushuntirib o'tsam, hozirda menga Wither skelet boshlari kerak, naqd 3 ta. Ularni tezroq olish uchun esa menga loting 3 sehri kerak. Mana bu qishloq esa loting 2 sotarkan, faqat biroz qimmatga. Demak, menga chegirma kerak. Buning uchun maxsus ferma qurganman. Faqat bittagina davlamam qolibdi. Bu ham bo'lsa 4-daraja. Ha, mayli. Nimaga bilmadim, lekin qaroqchilar tashqarida paydo bo'lishdi. Ularni o'ldirish biroz qiyinchilik tug'diradi. Va yana tashqarida paydo bo'lishdi. Fermam buzilgan deb ham o'ylab qoldim. Bundan keyin esa mana nega men hardkorda o'ynamayman. Bir necha urinishlardan so'ng va nihoyat chegirma oldim 19 ta zumradga. Kitoblarni bir-biriga qo'shib qilichga qo'shmoqchi edim, lekin daraja yetmayapti. Yaxshiyamki qishloqda mening XP fermam bor. Kim bu yerga sandiq qo'ydi? Shuni bildimki, bu yerdan ko'p XP yig'a olmayman. Yaxshisi nezerdan marmar toshlarni izlayman. Kim bilmasa, marmar toshlardan ko'p XP tushadi. Skeletjon, seni boshingdagi narsa menga juda kerak edi. Iltimos uni menga ber. Hop, rahmat. Nezerdagi uzoq davom etgan sayohatdan keyin va nihoyat 22-darajani to'pladim. Qilichimda loting 3 sehri bor ekan, boshlarni yig'ish ancha osonlashadi. Menga ishonmasligingiz mumkin, lekin birinchi urinishdayoq bosh tushdi. Qanday omad. Ko'p o'tmasdan yana bitta bosh. Va men tushunib yetdimki, o'sha ikkala boshga bor omadimni ishlatib qo'ydim. 3-boshni topish haqiqiy azob edi. Lekin baribir men uni topdim. Witherni osonlikda o'ldirish haqida bir ikkita videolar tomosha qildim. Videoda ko'rsatilgan barcha narsalarni olib, end tomon tushdim. Witherni bedrockli portal ichiga qamash kerak edi, lekin negadir men olamimdagi portal buzilib qolgan. Nima ham derdim, birinchi portalni ishlatishga majburman. Wither uchun tuzoqni xuddi videoda ko'rsatilganday qildim va bu ishladi. Nether yulduzini oldim va mayoq yasadim. Endi menda yana bir muammo bor. Menda olmos yetarli emas. Men juda katta mayoq yasamoqchi edim. Bunga esa juda ko'p olmos kerak. Men esa juda ko'p olmosni qayerdan olishni bilaman. Olmos mashina, bu yordamida cheksiz miqdorda olmos olishim mumkin deb o'ylagandim. Bu narsani bir necha marta sinab ko'rdim, lekin baribir ishlamadi. Menimcha yangi versiyalarda bu xatolikni tuzatishgan. Hech qisi yo'q, men boshqa baglarni ham bilaman. Bunisi albatta ishlashi kerak. Va ishladi ham. Keyin bu narsani olmos bloklar bilan ham sinab ko'rdim. Va menda qancha olmos yig'ildi deb o'ylaysiz? Yo'q, bu sandiqlar shunchaki bezak uchun. Ha, baglar hayotni go'zallashtiradi. Hatto mayoqni ham 4 ta qilib oldim. Endi mayoqning o'lchamiga kelsak, u taxminan shunday ko'rinishi kerak. Menimcha anchagina katta. Polni ham qilsam qurishga oson va chiroyli bo'ladi deb o'ylagandim va adashmagan ekanman. Endi esa mayoq qurilishini kesilmagan kadrda bemalol tomosha qiling.
Mayoq rostdan ham chiroyli chiqdi. Bu mening kanalimdagi survival haqidagi birinchi video. Nima deb o'ylaysiz? Bu dunyoda hali yana o'ynarmiz?